Maqtanganda bo'ldimda hozir bilalarim ko'stib. Qaysidir it betlar yozadi hozir kommentariyaga. Seni bilagin ho'yna he. Sanda bormi? Qana tashachi bo'lsa hech yomonda bo'lsa ham yuraversan sanachi. Telefon titkilab PUBG qaqib hech shu anjumani qilib tursang bir normalniy bo'ladi. Do'konga kirib 48 razmer bering deb. Do'konchidan diskidan topasiz deydi. Yuraversan o'g'illi bo'lganda ham o'g'il bir 7 yosh 8 yosh bo'lganda keyin razmerini ham bir xil qilib almashtirib kiyaverasizlar. Yo'q, qorin sovulasan manda qilib. Unda nima qilasan? Xotinlarning ko'ynagidan olasan? Nimamush? Ana nima derdi? Hamiyanga. Nima derdi mana uni? Sizlar mana shunaqa bo'ladimi? Tilla juda turadi-ku, kelmaydi. Nima derdi billa? Kim etti rosta? Billa. Xullas o'sha avtoritet qonunimda deb qonunga. Yo'qatan qo'rg'on 2 qatla go'sht qilmasdan unda. Samdo erkak kishi go'shtga. Presim bor. Tug'ilganimdan beri hali qorin solmaganman. Ovqat ko'p yeyishdan emas bu. Ovqat yemagansan degan bo'lsa. Bu ovqat yemasa chiqmaydi.